Всем привет! Bugun sizlar bilan kosmetikam ichida nimalar borligini hammasini ko'rsatib o'taman. Tak, hammasi kunlik ishlatadigan narsalarim. Tak, boshladim. Oynachi. Buni ko'pincha ishlataman. Shuning uchun ham bugun yig'ishga qaror qildim. Bu surma. Buni ham kunlik ishlataman. Ko'zni pastiga ilib, ko'z tepasida ishlatsa bo'ladi. Kistichkasi ham bor, hozir ko'rsatib o'taman. SPF 50%li, meni yuzim yog'li bo'lgani uchun 50%li ishlataman. Tak, Shiglam brendidan ham bleski bor, ham pomadasi bor, ichida birdek. Tak, kunlik ishlatiladigan kontur bu katarog'i. Bu Flora brendidan. Kunlik ishlatiladigan tush. Hamma ob'yom beradi, hamma o'stiradi. Bu kapsulali mushkambar. Bu hidi просто wow. Buni hidlaganingizda просто zo'r keladi hidi. Buni kistichkasi, surmani kistichkasi. Или bu ham duxiy. Nimaga buni olib yuribman? Hidi просто sevaman просто hidini. Buni kattarog'i ham bor, просто oq ranglisi. Lekin просто bunisi ham o'shanga hid tortadi. Всем пока. Mana kosmetikalarim ichida nimalar bor. Keyingi vlogimda sizlarga yana ko'p narsalarimni ko'rsatib o'taman. Просто bu kunlik ishlatiladigan narsalarim. Konturim ham bor bo'lishi kerak edi. Shiglam brendidan bu ham. Или tushim ham bor edi. U ham o'stiradigan. Uch xil nima bor? Tushim bor, короче. Bittasi mana bu, ikkinchisi ob'yom beradi, uchinchisi o'stiradigan. Всем пока. Keyingi vlogimda sizlarga Shiglam brendidan nimalarni zakaz qilganimni ko'rsatib o'taman. Всем пока.